Imron Xon Hindiston kinosanoatida o'zining samimiyligi, intellektual yondashuvi va klassik romantik qahramon obrazi bilan ajralib turadigan aktyor. U nafaqat Amir Xonning jiyani, balki o'z yo'lini mustaqil yaratishga harakat qilgan ijodkor sanaladi. Imron Xon to'liq ismi esa Imron Pal 1983-yil 13-yanvarda AQShning Viskonsin shtati Madison shahrida tug'ildi. Uning otasi Anil Pal kelib chiqishi bengallik bo'lgan dasturchi. Onasi Nushat Xon esa mashhur rejissyor Mansur Xonning singlisi va afsonaviy Nasir Husaynning qizidir. Imron 1 yoshligida ota-onasi ajrashib ketdi. Onasi bilan Hindistonga ko'chib kelgach, Imron onasining familiyasini qabul qilib, Xon familiyasiga o'tdi. U Bangalordagi va AQShdagi maktablarda o'qidi. Keyinchalik Los-Anjelesdagi Los Angeles kino akademiyasida rejissyorlik bo'yicha tahsil oldi. Ko'pchilik Imronni 2008-yilda tanigan bo'lsa-da, uning ekrandagi ilk chiqishlari bolaligida bo'lgan. U tog'asi Amir Xonning yoshligini gavdalantirgan, xususan Qiyomatdan qiyomatgacha filmida, Raqiblar, Yuksalish filmlarida. 2008-yilda Imron Xonning katta kinodagi haqiqiy debyuti bo'ldi. Amir Xon prodyuserlik qilgan Bilasanmi yo bilmaysanmi? Jane tu ya Jane na filmi Hindistonda haqiqiy madaniy to'fon yaratdi deyish mumkin. U ijro etgan Jai Singh Radhor obrazi klassik Bollivud qahramonlaridan farq qilar edi. U urushqoq emasdi, balki mehribon, muloyim va zamonaviy yigit edi. Bu roli uchun u eng yaxshi debyutant yo'nalishida nufuzli Filmfare mukofotini qo'lga kiritdi. Imron Xon faoliyati davomida turli janrlarda o'zini sinab ko'rishga harakat qildi. Xususan Delhi Belly filmida qora komediya janridagi ushbu film Imronning yaxshi bola imijini butunlay o'zgartirdi va uning aktyorlik diapazoni kengligini ko'rsatib berdi. Mere Brother Ki Dulhan filmida u Katrina Kaif bilan suratga tushdi. Film tijoriy jihatdan juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Undagi saundtreklarni siz ham yaxshi eslasangiz kerak. Sevgi bo'lsa shunday bo'lar. Ek Me or Ek Tu filmida u Karina Kapur bilan birga ishladi. Bu film o'sha davr uchun juda ilg'or va realistik romantik komediya deb tan olindi. Xususan 2008-yilda u Kidnap filmida suratga tushdi. 2010-yilda esa I Had Love Stories filmida. 2012-yilda Matruki Bijli Kamandola, 2015-yilda Katti Batti filmlarida turli xil obrazlarni gavdalantirdi. Imron Xonning shaxsiy hayoti hamisha barqaror va namunali deb hisoblangan. Imron 19 yoshidan boshlab Avantika Malik bilan uchrashib yurdi. Ular 10 yillik munosabatlardan so'ng 2011-yilda turmush qurishdi. 2014-yilda ularning qizi Imara dunyoga keldi. Afsuski 2019-yilda juftlik alohida yashashni boshladi va keyinchalik ajrashib ketdi. Hozirda Imron Leha Washington bilan munosabatda ekanini tasdiqlagan. 2015-yildagi Katti Batti filmidan so'ng Imron Xon ekranlardan g'oyib bo'ldi. Buning asosiy sabablari sifatida u ruhiy salomatligiga e'tibor qaratish va rejissyorlik bilan shug'ullanishni xohlaganini aytgan. 2023-2024-yillarga kelib Imron Xon ijtimoiy tarmoqlarda faollashdi va yaqin orada kinoga qaytayotgani haqida xabarlar berdi. U hozirda bir nechta yangi loyihalar, jumladan streaming platformalari uchun seriallar ustida ishlayotganini ma'lum qilgan. Imron haligacha AQSh fuqarosi hisoblanadi va Hindistonda ishlash uchun maxsus ruxsatnomaga ega. U ijtimoiy faol shaxs, hayvonlar huquqlarini himoya qilish tashkilotining faol a'zosi. 2018-yilda u Mission Mars Keep Walking India nomli qisqa metrajli filmni suratga olib, rejissyorlik debyutini e'lon qildi. Imron Xonning shaxsiy hayoti Bollivudning boshqa yulduzlaridan farqli o'laroq uzoq vaqt davomida juda barqaror va namunali sanalgan. Ammo so'nggi yillarda uning hayotida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Bu haqda yuqorida ham aytib o'tdik. Imron Xon va Avantika Malikning munosabatlari Bollivuddagi eng mashhur yoshlik muhabbati edi. Ilk tanishgan paytlarda ular Imron bor yo'g'i 19 yoshda, Avantika esa undan 1 yosh kichik edi. Ular turmush qurishgunga qadar deyarli 10 yil davomida uchrashib yurishdi. 2011-yilda
Ular Pali Hilldagi Amirxonning uyida yaqinlar davrasida kamtarona lekin juda o'ziga xos tarzda nikohdan o'tishdi. To'y marosimi hech qanday diniy urf-odatlarsiz, shunchaki fuqarolik ro'yxatidan o'tish orqali amalga oshirildi. Axir ular turli diniy kelib chiqishga ega edilar. 2014-yil 9-iyunda ularning qizi dunyoga keldi va unga Imara deb ism qo'yishdi. Imron qiziga juda ham bog'lanib qolgan va ijodidagi tanaffus vaqtida bor e'tiborini uning tarbiyasiga qaratgan edi. 2019-yilda ommaviy axborot vositalarida juftlikning alohida yashayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu muxlislar uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Negaki, muxlislar Imronxonning turmushi barqarorligiga, Avantika Malik bilan munosabatlari doimiyligiga ishonishar edi. Rasmiy ravishda aniq sabab ko'rsatilmagan bo'lsa-da, yaqin manbalar buni Imronning ijodidagi inqirozi va ichki kechinmalari bilan bog'lashadi. 2024-yilda bergan intervyusida Imron o'sha paytlarda chuqur depressiyani boshdan kechirganini va hatto o'z qizi bilan muloqot qilishga ham kuchi qolmaganini tan oldi. Avantika Malik bilan ular haligacha rasman ajrashishganini e'lon qilishmagan, ammo deyarli 5 yildan beri alohida yashashadi. Avantika qizi bilan yashaydi. Imron esa qizining hayotida faol ishtirok etishda davom etmoqda. 2023-yildan boshlab Imronxonning aktrisa va rassom Lexa Washington bilan munosabatda ekani haqida mishmishlar paydo bo'ldi. 2024-yil mart oyidagi intervyusida Imronxon bu munosabatlarni rasman tasdiqladi. "Ha, men va Lexa bu munosabatlar mening nikohim buzilganidan ancha keyin boshlangan va Lexa mening ajralishimga sababchi emas", dedi aktyor turli mishmishlarga chek qo'yib. Imronxon Bollivudning dabdabali hayotidan uzoqlashishni afzal ko'radi. U Mumbaydagi hashamatli kvartirasini sotib, Bandradagi Pali Hill tepaligida joylashgan bobosi Nosir Husaynga tegishli bo'lgan eski hovliga ko'chib o'tdi. U yerda u juda oddiy hayot kechiradi. Hatto uyida ortiqcha xizmatkorlar ham yo'q. Tanaffus vaqtida u ko'p kitob o'qidi, taom tayyorlashni o'rgandi va ruhiy salomatligini tiklash uchun davolandi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, u hali ham AQSh fuqarosi. Hindistonda yashasa-da saylovlarda qatnasha olmaydi. Hindiston fuqaroligini olish uchun u AQSh pasportidan voz kechishi kerak, lekin aktyor hozircha bunga tayyor emasligini bildirgan. Chunki AQSh soliq tizimi va boshqa huquqiy masalalar ancha murakkab sanaladi. Imronxon mashinalarga qiziqadi, lekin sport mashinalarini emas, balki klassik va ishonchli modellarni yaxshi ko'radi. Uning eng sevimli mashinasi klassik Volkswagen Beetle. U aktyor Amirxonning singlisi Nusratxonning o'g'li. Amirxon Imron uchun nafaqat tog'a, balki ustoz va maslahatchi hamdir. Imron o'z intervyularida Amirxon unga doimo mustaqil qaror qabul qilishda yordam berishini ta'kidlaydi va undan minnatdorligini gapirib o'tadi. Har doim bu haqda ta'kidlaydi. Qadrli muxlis, siz Imronxon ishtirokidagi filmlarni ko'rganmisiz? Sizga uning ijrosi ma'qulmi? Bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.